Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizda yana 4 soatlik объемный mashg'ulot. Kayfiyat zo'r, velosiped tayyor. Ertalabdan trenirovka. Bugungi mashg'ulotimiz Рабочий mashg'ulot 30 minut razminka tekislikda. Yonga chiqamiz 7-8 kilometr. To'g'riroq 25 minut rabota, 20 minut dam. 3 marta qilamiz. Biz bu yil sezonni erta boshlaganimizga keyingi yil nastroylar kuchli, chunki shunga mana oxirgi chiqishimiz 22 tezda ketyapmiz tog'ga. Bochka tomonga yo'lga chiqdik. Rabota tugatib oldik, Bochka tomonga ketyapmiz. 1 soat vaqt qoldi. Vaqt juda sekin o'tyapti, cho'ta. Bochkaga borib qaytib kelish 30 kilometr bo'ladi. Mana Bochkaga ham kelib qoldik. Bochkada bitta mastavadan yeb qaytamiz. Hozir Bochkaning mostini tagidan nazorat qilib, G'azalkentga qarab ketyapmiz endi. G'azalkent tukrugiga keldik. Cho'ta 4 soat bo'lmaydi menimcha. Kassisiyamizga keldik, Nur. 4 soat bo'lmaydiganga o'xshayapti. Bo'lmadi to'g'rirog'i. Mana shu 3 soat 49 minut bo'libdi, 110 kilometr.